Adasi, Oh, keling tog'oraga tuzli suv qilib qo'ydim, oyog'ingizga bitib oling. Voy adasi, suvni ishli urib oyog'ingizdan ham zax o'tib ketdi. Xudo xolasa doktorlarning aytganini qilsak, tez orada tuzalib ketasiz. nasib. Assalomu alaykum. Keling qo'shni. Yaxshimisiz qo'shni? Bilasiz, uyimizni yaqinda remontdan chiqazgandik. Bola bilan ozgincha qiynalib qolgandim-da. Ko'chadan boshqa ayol chaqirgandan ko'ra, pulni begona qilmaydi deb sizga aytayotgandim. Sal qarash boramizmi? Mana shundan xo'jayinimlardan so'rang, chiqaman hozir qo'shni. Bo'ldi. Kutaman-a, chiqing qo'shni. Ha, qo'yamiz. Onasi, Hovlab adasi. kech bo'ldi-yu, uxlamaysanmi? Ertalabga chiqib berishim kerak bo'lgan zakazlarim bor edi. Hozir qilmasam ulgurmayman. Senga zararmidi shu narsa? Ro'zg'orimizga yordam bo'lsin deyman-da. Mayli. Tezroq uxlagin keyin. Xo'p, bo'ling. Alo. Yaxshimisiz onasi? Ha, yaxshi. Kelib qoldingizmi adasi? Kelib qoldim, nima qilsin? Siz olib kelgan tushumkani tayyorlayapman. Tezroq kelsangiz issig'ini yeb olardingiz. Hozir boryapman. Bu narsa kerak emasmi uyga? Kelishingizdan non olib oling. Bo'pti, xo'p. Opa, senga zararmidi shunaqa yashab? Qachongacha ish deb umringni o'tkazmoqchisan? Sen ham qachon boshqa ayollarga o'xshab mazza qilib yashaysan? Dunyoni ko'rmasdan o'tib ketasan-a? Sinam, men ham ba'zida charchab ketdim. Qachon men ham boshqa ayollarga o'xshab yashayman deb o'zimga ko'p aytaman. Lekin o'sha paytda Oysha onamizning bitta gaplari esimga tushadi. Ey ayollar jamoasi, qo'llari mehnatdan qavarib ketgan ayollar, erlariga pul topishda yordam qilgan, farzandlarini boqishda yordam qilgan ayollarni nazarda tutib bir gap aytganlar. Sizlarning bu qilayotgan mehnatingiz, sabringiz evaziga Alloh taoloning oxiratda qanday ajr mukofoti borligini bilganingizda edi, sizlar erta-kech tinim bilmasdan mehnat qilgan bo'lardinglar deganlar. Ana shu narsaga umid qilib bu hayotda xotirjam yashayapman.